Shunday katullarni tercih qildim. Mana Jasurbekka rahmat. Bir xonadonimizni 100% adaptni qilib berdik. Hamma xomashiyasini o'zlarimiz qilibmiz. Qilchoy mahallasi. Turbalarimiz 2,5 senga 20 lik. Endi katolimizni ko'rsatamiz endi. Hozir bir chelak ko'mir soldik buga bir chelak. Ko'rishingiz mumkin, bu xonadonimizning rasxoti, katoli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz bir xonadonimizni 100% adaptni qilib berdik. Hamma xomashiyasini o'zlarimiz qilib, katollarni, batareya, panelli batareyalarni, turbalarni hamma narsani. Hozirgi manzilimiz Qilchoy mahallasi, Oyoqchi mahalla degan Qilchoyda. Orna katta Qilchoy ornamizning katta turbaning bo'yidagi ko'chadamiz, Bahram akaning uyidamiz, bir qator ichkarilarni ko'rsatamiz. Mana shu xonadonimiz, ana shu xonamizdan boshlab ikki tomonga ketdi bugungi ishimizda. Balanddan, pastdan temir turbalar bilan panelli batareyalar bilan qo'ydik. Mana bir tochka shu yerimizda mana aka. Keyingi bu tochkamiz Banyaxonada bir tochka, razdivalkada bir tochka bo'ldi. Koridorda ayvon mı nere? Koridor emas. Ayvonda bir tochka, ayvon. Kelaver bu yoqqa. Keyin zalimizda bir tochka, zaldan aylanib kelib koridorda bir tochka. Keyingi xonamiz mana. O'rta xonamizda bir tochka bo'ldi. Chekka xonamizda bir tochka bo'ldi. Ayvondagi ikkinchi tochkamiz, kuxnadan bir tochkamiz bor. Bu xonadonimizga hammasi bo'lib, kuxnamizdan aynani tiyina qo'ydik. Bularda afzalliklarni aytib ketamiz. Turbalarimiz 2,5 senga 20 lik, 3 senga 32 lik panelli batareyalarning eng yaxshi kraniklardan qo'yib berganmiz buni. Eng yaxshi kraniklardan. Yani shunday kraniklardan qo'yishingizni tavsiya beramiz. Kim ishlashdan qat'iy nazar, usta chaqirsangiz ham, boshqa etsangiz ham mana shunday yaxshi kranikdan qo'yish kerak. Eng kranikning yaxshisidan qo'ydik, sifatlisidan. Narxi qimmatroq bo'ladi, lekin yaxshi bo'ladi. Endi katolimizni ko'rsatamiz endi. Mana katolimizdan chiroyli qilib 25 kilovat to'rtlik listdan ishlangan 25 kilovat plus degan katolimiz. U tipdan qilingan eng full varianti bo'ldi katolimizning. Eng yaxshisi bo'ldi bu. Nimaga deganda to'rtlik list, yana u tipdan qilingan elektronik miyalar, nasozlar ustunda mana. Nasozlardan tepa qismiga qo'yib berdik bunaqa. Yangilik variantda. Mana katolimizning yonib turish jarayoni. Hozir bir chelak ko'mir soldik buga bir chelak. Avratkamiz aylanib kelmadi lekin. Az qoldi aylanib. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin, bu xonadonimizning rasxoti, katyoli, adaptnasi, xarajati hamma narsasi 28.180.000 so'm pul bo'ldi. Endi bu xonadonning egasi Bahram akamizdan fikrini so'raymiz. Bahram aka, xizmatlarimiz yoqdimi? Sog'lik bo'ldingizmi? Xizmatlarga gap yo'q. Elat. Men shunday katullarni tercih qildim. Mana Jasurbekka rahmat. Mirolimga akaga minglab rahmat aytaman shularga. Santexniklarimiz ham shu yerda yekkalasam xizmatlarni bajarib, hamma narsani tugatib, ularga ham qarab tursangiz nomerlarini beramiz. Xohlasangiz to'g'ri o'zingiz xarajatni bersangiz ham bo'ladi, xarasangiz xarajatni biz qilamiz. Bunday xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.